Assalomu alaykum. Men zakazlarim keldi. Bu sumka shunaqangi kattagina. Men buni xudo xolisa video qilib joylayman. Va bu yerda soch uchun kraska. Har xil ranglaridan bor. Skidkada chiqqan paytida zakaz qilishganida. Zakaz qildim. Bu shaker. Buni ichida multivitaminlar solib qo'yish uchun ham idishchasi bor. Bemalol kokteyl narsada tayyorlab ichsa bo'ladi, udobni. Va juda ham zo'r oyoq kremimizdan skidkada chiqqanda ikkita zakaz qilishdi. Va bu yerda shu oyoq krem yanada yaxshi singishi uchun ham ko'pchilikning oyog'i quriydi, yorilgan oyoqlar uchun mana shunaqa naskechasi ham bor. Buni ichi qanaqadir bor, silikonga o'xshaydi. Oyoq kremi surib olinadi-da, kechqurunga. Buni surib, keyin naski kiyiladi. Где-то yarim soatdan keyin yechib qo'yiladi naskini. Naski bilan uxlab qolish kerak emas. Yarim soatcha naskini kiyiladi. Endi shunaqangi oyoqni mayin qilib beradi. Bu zakaz. Shuning uchun men ochib ko'rsata olmayman. Agar o'zligidan so'rayman, ruxsat berilsa ochib sizlarga ham ko'rsataman.